Assalomu alaykum, hurmatli asalarichilar. Mana bugun 21-mart Navro'z. Bu yil ancha o'riklar vohli gulladi. Mana qiyg'os o'riklar gullagan, chilgi bodomlar gullab bo'ldi hisobida. Endi sekin-asta olchalar gullashni boshlayapti. Bu yil juda quruq keldi, issiq keldi. O'sha o'rik gulida, bodom gulida arilarimiz juda rivojlandi. Juda ko'p yillar kuzatishimizga asosan va sinoptiklarni, ya'ni ob-havo ma'lumotini beruvchilarni ma'lumotlariga qaraganda yana 3 kundan keyin havolar biroz soviydi. Bir hafta sovuq bo'ladi deyishyapti. Havo haroratini kunduz kunlari 12-13 gradusga pasayishi, kechalari 7-8 ga tushib qolishlari mumkin deb xabar beryapti. Ham oy oralig'iga keldi. Oy oralig'ida ko'pincha shamol kelib, havo pasayib, ancha havolar pasayadi. Shuning uchun mana biz arilarimizni shu kelyapti turgan sovuqqa tayyorlanishimiz kerak. Mana oilamizni ochib ko'rsatamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Bunga ovqat berganingizda ovqatini olib qo'yibdi. Mo'ljada ozgina qolibdi. Qo'yamiz. Mana arilarimizni ochamiz. Yopinchig'ini ochdik, yo'lkasini ochdik. Mana yaqin olib keling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta romkada o'tiribdi arilar. Endi bunga arisi ko'p, urug'i ko'p. Endi shu 6 kun davomida arilarimiz urug' qo'yishga joy hosil qilish uchun bu kuchli aridan bitta romkadagi urug'li romni olib, o'rniga biz rom mo'mpardali rom berishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun mana sizlarga olib ko'rsataman. Mana bu gulchanli romimiz. Asalni qarang, tepasini yaltillatib yaqinroq olib keling, to'ldirib yubordi asalni mana. O'rik gulida juda yaxshi asal keldi. Qo'shimcha biz ham berdik. Endi buni olib pastga qo'yaman. Mana bu qo'ygan romimiz biz. Mana yangi chalpagida ishlab olib urug' qo'ygan arilar, urug' qo'ygan, yaxshi urug' qo'ygan. Mana ikkala tomoni ham zo'r ishlagan. Mana qaranglar, atrofida asal. Mana asal, o'rta qismida urug'. Endi biz nima qilamiz? Mana shu yerda pishgan urug'li romni olamiz. Mana shu pishgan urug'li rom bo'lsa kerak. Mana arisi ham juda ko'p. Bunda pishgan urug'li rom, nima pishgan urug' kam ekan, gulchan ko'p ekan. Teginli romni olamiz. Mana bunda berkitilgan urug'i yetarli darajada bor. Yana yaxshi. Keyingi romlarni ko'ramiz.
Pishgan rom tayyor bizga. Xuddi shu romda olamiz. Nektar kelishi ham juda yaxshi. Ko'ryapsizlar, mana nima raskolorlarni orasiga nektarni qo'ygan. Juda yaxshi. Shu asalli qismini, yangi asallarni pechalashga kirgan. Shu romni biz olamiz. Ko'rib qo'yaylik. Onasi yo'qmikan? Onasi yo'q. O'xshayapti. Bu romda yo'q. Buni olamiz. Bu yerga qo'yib turaylik. Romlarni o'z joyiga qo'yamiz. Arilar juda yaxshi ishlayapti. Endi biz ham shunga harakat qilyapmiz. Mana bu yangi qo'yilgan urug'li rom edi. Endi u yoniga biz bitta mumparda beramiz. Bitta mumparda beryapmiz. Bultur gicha ishlab to'xtatib qo'ygan ekan bu mumparda. Deb beramiz. Endi bu romni joyiga qo'yamiz. Mana bu chekkadagi romni ham o'z joyiga qo'yamiz. Mana do'stlar, yana 10 ta rom hosil bo'ldi. Arilar ko'p ichida. Endi bu mana bu urug'li romni arilarini silkib tushiramiz. Silkib tushirib, buni haligi o'rtacha qishdog'i asalari oilasiga olib borib qo'yamiz buni. Mana. Silkib tushirganimizda nektar ham tushyapti, qaranglar. Juda yaxshi, juda zo'r olib kelyapti ekan. Mana endi o'rtacha qishdog'i oila bizda mana bu yerga borildi. O'rtacha qishdagi oilaga olib keldik. Bu ham yomon emas, assalomu alaykum. Bunda bunga hali mumparda qo'yuvdi shekilli. Ko'ramiz hozir. Oldin qo'ygan mumpardamiz. Mana bu bugun qo'ygan mumpardamiz. Darrov ishlashga tushibdi. Buni biz olib oldin qo'ygan mumpardamiz ishlab bo'lgan. Buni joyiga qo'yamiz va mana bu pishgan urug'li romni mana pishgan urug'li romni mana bu yerga joylaymiz. Bu ham juda kuchayib ketadi keyin shu bir hafta ichida. Bu o'rtacha qishdog'i ariydi. Mana bekitib o'qorchasini joyiga qo'yamiz.
bu erilerde şimdi düşüremiz. Şimdi qilib biz o'rtacha qishloq eriga bitta pishgan urug'li romda olib kelib berdik. Bu erimiz ham juda kuchayib ketadi. Va u erimizdagi holat o'zlaring ko'rgan juda kuchli. Xuddi shunday qilib biz mana shu kelyap turgan sovuqqa tayyorlanyapmiz. Agarda bu kuchli erimizni biz ikkinchi etajga ko'targanimizda kuchli eri sovib ketadigan ikkinchi etajdagi romlarni egallanmasdan asta sekin rivojlanishi ham pasayib qoladi. Shuning uchun o'shandagi bitta urug'li, pishgan urug'li romni o'rtacha kuchdagi asalari oylariga olib beryapmiz va unga chalpak berib mana shu 3 kun ichida o'sha monpazani, ya'ni chalpakli romlarni ishlatib olishga erishishimiz kerak. Shunday qilib biz kelyap turgan sovuqqa qarshi arilarning holatini yaxshilash uchun shu ishlarni qilyapmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.